Hintlar kiyadi salla, bizda obod mahalla. Open budjetga bersak ovoz, ko'chalarimiz bo'ladi asfalt. Pashani ko'tidan chertdim, ko'rdingmi? Qishlog'imiz rivoji uchun kimda qanaqangi savol va takliflar bor? Rais buva, Obbo, kim chaqirdi buni? Ha, menda bir taklif bor-da. Shu suyuq oyoqlarni oyog'i rostdan suyuq bo'ladimi? G'alati emasmi? Ana nimaga savolni qara. Men qayerdan bilaman? Men borib ko'ribmanmi? Yo, ko'rib ko'ribmanmi? Rais buva meni chaqiryotdi, bormasam bo'lmaydi lekin. Ha, bor. hozir. Shuni uylantiraylik, yozib qo'y. Rais buva, Aha, nima yana? menda yana bitta taklif bor-da. Ber, jonga tegding sen ham. Odamni mazasi qochadi-ku. Shu qayerga qochadi? Enangni erinikiga qochadi, tushundingmi? Ma'no qani? Oq balki qora bo'lib chiqib, qora oq bo'lib chiqsa-chi? Ma'nosiz bo'lib, ma'nosiz ma'no bo'lib chiqsa-chi? Balki bizlar o'likdirmiz. O'liklar balki tirikdir. Yo'q, bir qaytib majlisga kelma. Gapsizlar bir tuturuq yo'q. Urayver. Rais buva, вообще ma'noli gapirdingiz lekin. Bu paxtami? Zo'r gap. Hech qachon odam bo'lmaydi bu qishloq. Vau, buncha chiroyli mashin. Seni qonji o'pdimi? Mana mahallamiz faxri. Bundan keyin to'ylarimizni, tadbirlarimizni faqat shu ochib beradi. Va kerak bo'lsa farzandlarimizni mana shu yigit sunnat qilsin. Rais buva, bitta savol bor-da. Bering, savol sizga yarashadi ukam. Odamni ichi ketadi-ku. Ha? O'sha qayerga ketadi? Qayerga ketsin? Qayerga ketishni xohlayapsiz? Xonjiyingiz bor ekan, xohlasangiz katta xolangizga ketsin, xohlasangiz enajoningizga ketsin. Yil savoli qarsakinglar bo'lsin. Yur jinnivoy, yur oldinroqqa, yur. Qarama bularga, qarama dedi. Mana shuga tushuntiringlar. Bu eshakka qattiq bolam qolmasin, keyin qiynalib yuradi bu.